Parij hamda yangi yil vibe'ini beradigan kitoblar podborkasi. Agar siz ham menga o'xshab qo'shiqlar, filmlar, kitoblardan yangi yil vibe'ini qidirayotgan bo'lsangiz, men siz bilanman. Oldin aytaman, podborka uzun bo'lgani uchun 2 qismga bo'laman. Ikkinchi qism уже profilimda bor. Birinchi dialogi Anna Jane восхитительная hamda влюбленная ведьма. Bu kitoblar o'tgan yil yangi yilda o'qiganim uchun juda ham katta emotsiya bergan. Drama Queen and Drama Kings. Keyingi dilogidagi hodisalar aynan yangi yil paytida ro'y bergan va buni men kecha o'qishni boshladim. Agar o'zingizni unutib boshingiz bilan istoriyaga kirib ketmoqchi bo'lsangiz, mana shu ikkita kitobni sizga tavsiya qilaman. Keyingisi buni ham yaqinda o'qib tugatdim. Человек за бортом. Parij 1900-yil. Tayное общество. Заговор. Oldmanning haqiqiy boylar hayoti va ozgina detektiv. Va bularning hammasi yangi yildan keyin bo'lyapti. Bu kitobni kecha o'qib tugatdim. Voqealar juda ham qorli hamda sovuq havoga bo'lganiga qaramasdan, romanning o'zi hamda ichida bo'lgan voqealar juda ham issiq. Aysa Lavrinovичdan bu mening birinchi kitobim va aynan shu avtorning sloganini juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Sizga ham tavsiya qilaman. Haytgancha menga obuna bo'lib qolishni unutmang, chunki menda moda, beauty hamda kitoblar